Bilasanmi, futbolda eng kuchli zarbaga ega 5 nafar futbolchi kimlarini? 5. Zlatan Ibragimovich. U o'zining hayratlanarli zarba qobiliyati bilan mashhur. Uning zarba tezligi soatiga 160 km ga yetgan. Karyerasi davomida u dunyo bo'ylab muxlislarni lol qoldirgan ko'plab kuchli gollar urgan. 4. Steven Reid. Steven Reid 2005-yili Blackburn Rovers uchun Wigan Athletic'ga qarshi o'yinda soatiga 107-16 km tezlikdagi zarbasi bilan hammani hayratga solgan. 3. Federico Valverde. U uzoq masofadan kuchli zarbalari bilan mashhur. Real Madrid va Urugvay terma jamoasi uchun bir nechta ta'sirli gollar urgan. Uning zarba maksimal tezligi soatiga 180 km. 2. Roberto Carlos. Roberto Carlos o'zining egilib ketuvchi jarima zarbalari bilan mashhur. Uning zarbasi maksimal tezligi soatiga